Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Zahiriddin Muhammad Bobur haqidagi 10 fakt haqida eshitmoqchimisiz? Marhamat, Qiziltepa tuman axborot kutubxona markazi xodimlaridan eshitamiz. Balki Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yil 14-fevralda Andijonda tug'ilgan. Zahiriddin Muhammad Bobur Temuriylar avlodidan bo'lib, Amir Temurning 5-avlodi hisoblanadi. Uning otasi Umarshayx Mirzo Farg'ona viloyatining hokimi bo'lgan. Onasi Qutlug' Nigor xonim esa Toshkent hokimi Yunusxonning qizi bo'lgan. O'zbek mumtoz adabiyotining yirik vakili, buyuk shoirning asl ismi Zahiriddin Muhammad ibn Umarshayx bo'lgan. Dovyurakligi va jasurligi uchun yoshligidan Bobur, ya'ni sher laqabini olgan. Zahiriddin Muhammad Bobur, Boburiylar sulolasi asoschisi. Bobur nafaqat sarkarda, balki shoir va yozuvchi ham bo'lgan. Otasi vafotidan so'ng Bobur 1494-yil 12 yoshida taxtga o'tiradi. Boburning siyosiy faoliyatidagi asosiy maqsadi Samarqandni egallash hamda Movarounnahrda mustahkam davlat barpo etish, Temuriylar imperiyasini qayta tiklash edi. Uning mashhur asari Boburnoma, tarixiy avtobiografik asar. O'zbek tili tarixini o'rganishda Boburnoma bebaho xazinadir. Boburnoma 14-15 asrning muhim voqealarini badiiy aks ettirgan prozaning qimmatli namunasidir. Zahiriddin Muhammad Bobur 1530-yil 26-dekabrda Hindistonning Agra shahrida vafot etgan. Keyinchalik vasiyatiga ko'ra jasadi Afg'onistonning Qobul shahriga ko'chirilgan.